bir burda nondagi quvvat energiya 5-6 chaqirim piyoda yurishga yetadi. Qayg'u, baxt yoki piyoz sababli oqadigan ko'z yoshlarining tarkibi har xil bo'lar ekan. AQShlik olimlar tushdan keyingi 20-30 daqiqalik uyquni arablar qayg'ula deyishadi. Salomatlikka juda katta foydasi bor deb hisoblashadi. Odamning eng katta ichki a'zosi jigar hisoblanadi. Odam tanasidagi suv miqdori 5-8% ga kamaysa, og'iz quruqshaydi, teri bujmayadi, ong o'tmaslashadi, ko'zga har xil narsalar ko'rina boshlaydi. Bu raqam 14-15% ga yetsa, inson hayotdan ko'z yumishi